do'stlar, sizlar bilan yana Fundul Gaming. Bugun biz o'zbek tili modini yuklab olishni o'rgatamiz. Sizlarga Telegram kerak bo'ladi va bu yerdan o'zbek modlar kanalini topasizlar. Videoning opsiyasida u kanal bor. Agar Telegramdan qidirmoqchi bo'lsangiz, Lostilmin deb yozsalaring, birinchida o'zbek modlar kanali chiqadi. Hozir bu modni yuklab olamiz. U atiga 1 megabayt ham emas. Sizlarga maslahat, bu Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda Bedrock va Java uchun ham modlar bor. Ana endi Minecraftga tezda o'zi kirib ketadi. Hozir kamerani to'g'rilab olay. Mana Minecraftga kiryapti. Sizlardan bitta iltimos, mana shu haftaning oxirigacha 100 ta obunachiga erishimiz kerak. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Mana o'zi Minecraftga kiryapti. Ozgincha qoldi kirishiga. Mana boshida shunday bo'ladi. Bu yerda ruxsatni bosasiz mod kirishi uchun. Bu yerda mana mod o'tdi. Bu mod hamma versiyalarda ishlaydi. Bu yerda global resurs bo'limiga kirib, modini aktivlashtirishingiz kerak bo'ladi. Mana endi bu yerda ozgincha kutasiz. Resurs paketlari yuklanmoqda. Bir necha daqiqa olishi mumkin. Xuddi shunday so'zlar endi o'zbek tilida. O'ynang sozlamalar, bozor, kiyinish xonasi, xuddi shunday so'zlar endi o'zbek tiliga. Hammaga xayr. Fundul Gaming kanaliga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr. Let's go.